Botirjon, men bir umr xijolat bo'lib yurishni xohlamayman. Ukam, Yo'q. shunisiga ham rahmat. Aka, mana shuni olib qo'yaylik. Ko'nglim tinchsin. Yo'q. Botirjon. Bilaman xijolat bo'lyapsiz, lekin rozi bo'ling shuni oling. Yo'q, shart emas. Aka, maylijon, Botirjon, kerakmas. Botir, qo'ying aka. Xudo xolisa, yaxshi to'ylar qilaylik masjidda, yonma-yon turib, nima dedingiz? Qo'ying shuni. Yo'q, qanday bo'ldi endi? Yaxshi bo'ladi aka, yaxshi bo'ladi. Ishoning. Odam misol nima deydi? Bo'ldi. Mayli. Xijolat bo'lmang. Hammasi yaxshi bo'ladi aka. Rahmat. Bir piyola choy beraman desangiz, yo'q demang. Lekin. Bajodir, qani? Ichkari kiramiz. Yo'q, qatan. Yaxshi bo'ldi ya. Qani? Ichkari kiramiz. Bo'ldi, sekin. Bo'ldi, endi hadeb o'ylanaverma. Ha, Botirjon? Hala voy nima gap deyishingmi? Ha, xo'sh. Yaxshi ekanmi? Qani, o'zing ayta qol. Shahlo, Ayt. nima gap? Nima yig'layapsan? Botir aka, bizni anchadan beri kutayotgan orzuyimiz ushaldi. Tushunmadim. Xudo xolisa, Botirjon, ota bo'lasiz degani. Egizak farzandli bo'lasizlar. Qanaqasiga axir? Shishni qazlashmayaptimi? Yo'q. Menda farzand. Egizak.